kaltaga tegizib qo'ydi. Shunda Savod ibn G'oziya, "Ya Rasululloh, jonimni olibsiz" dedi. "Qasos olaman" dedi. Sahobalar, "Bu kishi Rasululloh-ku" desa, "Ha, jonimni olibdi, qasos olaman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin birodarlar. Hayotini har bitta holatida siz bilan bizga ibrat namuna. Jahli chiqqanda ham, xursand bo'lganda ham, boy bo'lgandan faqir bo'lganda ham qo'liga tayoqni berdi va qornini payg'ambarimiz ochib berdi. Shunda boyagi Savod ibn G'oziya qo'lidagi tayoqni yerga tashladida payg'ambarimizning qorniga mahkam yopishib, o'pib, quchoqlab betlariga surtib qoldi. Payg'ambarimiz "Ma hamalaka ala hada?" Nima bunday qildingiz dedi? "Ya Rasululloh, ish ko'rib turganingizdek turibdi. Ya'ni hozir jang qilamiz. Agar bugun dunyodan chiqishligim yozilgan bo'lsa, hayotda oxirgi marta meni jasadimga tekkan narsa sizning muborak jasadingiz bo'lishini xohladim" dedi. Payg'ambarimiz ular mana shunday yaxshi ko'rishar edi. Shu holatdan foydalanib, payg'ambarimizni badanlariga badanlarini tegizib oldi. Qo'shin saf tortib turibdi, ikkita qo'shin. Mushriklardan birinchi bo'lib Asvad ibn Abdul Asad al-Mahzumi chiqdi-da o'rtaga, "Allohga qasam" dedi. "Musulmonlarning suvidan ichmay o'lmayman" dedi. "Musulmonlarning suvidan ichaman, Allohga qasam" dedi. Bitta o'zi yurib keldi. Uni yo'lini Hamza ibn Abdul Muttolib to'sida qisqa o'ralgan jangda uni oyog'ini uzib tashladi. Endi qarang, Allohning nomiga qasam ichgan Asvad ibn Abdul Asad qasamini bajara olmaslikka sababi uzri bor. Lekin shu holatda ham so'diralib bo'lsa ham borib, hovuzdan suv ichishlik qasdida bo'lib, ushoq intilib qoldi. Hamza roziyallohu anhu shu yerda olib kallasini uzib tashladi. U bergan va'dasini bajarmay qolishlikka, qasamini oqlamaslikka sababi bor, uzri bor. "Ichmading-ku" desa, "Ko'rding-ku" deb qo'ymaydi-da u. Ular bir akamiz-ku, nimaga payg'ambar arablardan chiqdi? Allohning hikmati. Ba'zi hikmatlarni sanab o'tganda bu xalq deydi ulamolar. Qaysar edi, o'jar edi. To'g'ri deb bilgan narsasidan hech qachon qaytmas edi. Sodda edi. U so'zni kimga berdi? O'ziga berdi. Hozirgi odamlarda shu sifat ozayib ketyapti, birodarlar. Va'da berdi, bajarmadi, 10 ta bahonasi tayyor. O'g'il bola avval so'z berganda u so'zni o'ziga beradi, birodarlar. Shuning uchun va'da berishdan, boraman 8 ga deyishdan, men olib kelib beraman deyishdan buni o'ylasin o'g'il bola. Mana shu sifat ozayib ketyapti o'g'il bolalar oramizda. O'rtaga Utba ibn Robiya chiqdi. Utba ibn Robiya muboraza talab qilib chiqdi. Muboraza u davrlarda odatiga ko'ra har ikki qo'shin o'zini pahlavonlarini o'rtaga chiqarib, urushtirib, o'zini qo'shinini ruhini ko'targizadi. Shijoatlantiradi. Utba ibn Robiya chiqdi. Uni o'g'li Valid ibn Utba chiqdi. Uni ukasi Shayba ibn Robiya chiqdi. Utba, Valid va Shayba. Kim yakkama-yakka muborazaga chiqadi dedi. Shunda ansorlardan Muoz ibn Afro, Avf ibn Afro aka-ukalar va Abdulloh ibn Ravoha chiqdi. Ansorlar uchalasi ham. Ustlariga temirlarni kiyib olganligi uchun tanilmas edi. Utba kimsalar deb so'radi. Ular o'zlarini tanitishdi. Utba, ashroflar, ya'ni qavmining sharafli kishilari. Lekin biz ey Muhammad o'zimizni qavmimizdan bo'lganlar bilan jang qilishni xohlaymiz. Ey Muhammad o'zimizni qabilamizdan, o'zimizni urug'dan bo'lganlar bizga qarshi chiqadi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Turing ey Ubayda ibn Haris" dedi. "Turing ey Ali" dedi. "Turing ey Hamza" dedi. Ubayda ibn Haris payg'ambarimizning amakisining o'g'li. Ali ibn Abi Talib payg'ambarimizning amakisining o'g'li. Hamza ibn Abdul Muttolib o'zining amakisi. Eng yaqinlarini fido qilyapti. Ular chiqqandan keyin Utba qarab turib, "Ha, sizlar bizga tengsizlar" dedi. Ular ham Qurayshdan, bular ham Qurayshdan. Ubaydaga qarshi Utba chiqdi, Hamzaga qarshi Shayba chiqdi, Aliga qarshi Valid chiqdi. Birinchi bo'lib o'zini raqibini Ali roziyallohu anhu qatl qildi. Cho'zib o'tirmadi. Bir ikki zarba bilan qatl qilib qo'ydi. Shaybani ham Hamza roziyallohu anhu mana shuni tezlik bilan qatl qildi. Endi Ubayda bilan Utba bir-biriga teng zarba berishdi. Ikkalasi ham yiqilib qoldi. Hamza bilan Ali roziyallohu anhular kelib, Utbani shu yerda qatl qilishdi, Ubaydani qaytarib musulmonlarni muaskariga olib ketdi. Keyin bu kishi mana shu olingan jarohatdan shahid bo'ldi.
bir dufada 3 ta sayyididan ajragan Quraysh yana muboraza bo'lishini xohlamadi va hujumga o'tishga buyurdi. Arablarda odati al-kar val far. Borib hujum qiladi, qaytadi. Hujum qiladi, qaytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quraysh hujumga o'tgan paytda yana bir ajib hukmda aytdi. Tiz cho'kinglar hammalar dedi. O'zi qo'shinni bir saf tortib qo'ygani u davr uchun umuman hech kim qilmagan bir uslub edi. Endi dushman hujum qilib kelsa, tiz cho'kinglar hammalar dedi. Musulmonlar tiz cho'kadi. Ular yaqinroq masofa kelib turib kamon otishni boshlaganda payg'ambarimiz aytdilar: "Kamon bilan zarba bersalar, o'zlaringizni qalqon bilan himoya qilinglar. Agar yaqinlashib kelsalar, ularga xuddi bir kishi hujum qilganda hujum qilinglar" dedi. Musulmonlar karvonni yo'lini to'sgan chiqqan, chunki qalqon yetarli emas edi. Qalqoni bor odam o'zini himoya qilardi, yana yonidagi kishini ham himoya qilardi. Otilgan kamonlardan birinchi bo'lib shahid bo'lgan bu Umar ibn al-Hattobning quli. Birinchi musulmonlardan vafot qilgan kishi Umar ibn al-Hattobning quli bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shinni shijoatlantirib aytdilarki, oralaringizda bugun kimingiz jang qilib vafot etar ekan, ortiga chekinmas ekan, kengligi osmonlar va yerchalik jannatga kiradi dedi. Kim bugun jang qilib orqasiga chekinmasdan vafot qilsa, kengligi osmonlar va yerdagi jannatga kiradi dedi. Shunda Umayr ibn Hamam ismli sahoba xurmo yeyotgan edi. Ya'ni bu jangda bir quvvat bo'lishi uchun xurmo yeyotdi. Baxin ya Rasululloh dedi. Ya'ni bu taajjub uchun aytiladigan. Rasul nima dedingiz dedi. Naqadar bir shirin so'z. Nima dedingiz dedi payg'ambarimiz? Ey Umayr dedi. Kim bugun urushib jang qilib orqaga chekinmasdan vafot etsa, kengligi osmonlar yerdagi jannatga kiradi deganda, naqadar go'zal narsa dedi-da, hali xurmoda shoshilib yurib qoldi. Chunki shunga esa quvvat bo'ladi. So'ngra aytdiki, Allohga qasam dedi. Agar shu qolgan xurmoni yeyishlik uchun kutadigan bo'lsam, bu hayot juda ham uzun hayot bo'lib ketadi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'ziga ularning iymoni shunchalik kuchli bo'lgan, jannatga shavqi shunchalik qattiq bo'lgan. Nima endi yeb olsa, 30 sekund ketar, 1 minut ketar. Lekin o'sha 1 minut ham turishni xohlamayaptiki, tezroq jannatga kiradi dedi. Qolgan xurmolarni tashlab olib hujumga kirdi, shahid bo'ldi. Jang boshlanishidan avval yosh yigitcha edi, Xorisa ibn Suroqa. Bu yigitga notanish bir g'arib o'q keldida, saylib shahid bo'ldi. Kim otgani noma'lum. Jang nihoyasiga yetgandan keyin, birodarlar, bu Badrul Kubro islom tarixidagi eng katta g'azot deyiladi. Yawmal Furqon, yawmal taqal jama'an dedi Alloh taolo bu kun haqida. Ikki jamoat to'qnashgan Furqon kuni deydi. Hech qaysi g'azot bundan keyingi o'zini azamati, o'zini qadri jihatidan Badr g'azotiga teng kela olmaydi. Xorisa ibn Suroqaning onasi kelib jangdan keyin, "Ya Rasululloh, menga o'g'lim haqida, Xorisa haqida xabar bering. U nima bo'ldi? Jannatga kirdimi yo yo'qmi? Agar jannatga kirgan bo'lsa, sabr qilaman. Agar unday bo'lmasa, Alloh ko'radi men qanday ish qilaman" dedi. Ya'ni yig'lab, dod solib, sochini yulib, yuzini tilib, boshidan tuproq to'kadi. U paytda hali harom qilinmagan edi mayitlarga mana shunday yig'lashlik. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sizga voy bo'lsin ey Xorisa" dedi. "Sizga voy bo'lsin ey Xorisa. Noumid bo'ldingizmi? O'g'lingiz bitta jannatga emas, ko'p jannatlarga, tamomiy jannatlarga kirdi. O'g'lingiz Firdavsul a'loga yetdi" dedi. Xursand, nohata bir xursandchilik bilan onasi qaytib ketdi. Jang boshlandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangni idora qilishlikni qo'mondonlarga topshirdi va o'zi chodirga borib duo qila boshladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chodirda namoz o'qiyotganda asnosida, namoz o'qishlik asnosida Rasulullohning ko'zi uyquga ketdi. Shunda qisqagina uxladilarda, uyg'onib turib, yuzda nohata bir xursandchilik alomati ko'rindi. Abu Bakr, "Ya Rasululloh, nima bo'ldi sizga?" deb so'raganida, "Ey Abu Bakr, xursand bo'ling. Xursand bo'ling. Jibril bizga yordam uchun 1000 ta farishtani boshlab kelyapti" dedi. Musulmonlar 314 ta edi, mushriklar 1000 ta edi. Alloh taolo musulmonlarga yordam berishligi uchun Jibril boshchiligida 1000 ta farishtani yubordi. Birodarlar, hech qaysi g'azotda farishtalar qatnashgan emas, faqat Badr g'azotida qatnashgan. Xunan g'azotiga tushgan farishtalar,
lekin qatnashmagan ular. Lekin fe'lan musulmonlarning yonida turib, qilich ko'tarib mushriklarni chopgan jang